Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi Ko'mir televizion xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Shovotda, Maxtumqulida ekan. Barqarorlik ko'chasi 36-24-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizlere bir 15 kun oldin murojaat etdi. Xudo xolasa bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga 24 milyon 400 ming so'm chiqdi. Shuningdek, zamonaviy batareyalarni qo'yib, demir sistemadan svarka apparatda otableni o'tirib berdik, xudo xolasa. Bu xonadonimizda 8 yere batareya qo'yib berganmiz. Amerikankalik kraniklarni qo'yib, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalarningizni qo'yaman. Yana bu ikkinchi batareyamiz, xudo xolasa. Bu xonamizda yana 3-chi batareyamiz bor yana. 3-chi batareyamiz, bu yoqda yana 4-chi batareyamiz, 5-chi batareyamiz. Bu yoqda endi 6-chi batareyamiz, yana xudo xolasa. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan kotyolimizni ko'rsatib o'tsak, kotyolimiz Teplo Shovot kotyoli. Yana ishlab turgan jarayoni. Bu balanddan pastga yanadigan kotyol. Ne dedi? Birovlar nijniy dedi, birovlar verxniy dedi. Inshaatlabina rashitilni baqlarni qo'yib, mo'rilarni qo'yib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Ko'p odam so'raydi, shu kotyoldan kondensat qilib turibdi, shu suv qilib turibdi, kotyol do'shikmi deb so'raydi. Yo'q, kotyol do'shik emas. Bu kondensat hamma shu ko'chada qo'yilgan kotyollarda kondensat обязательно keladi. Bu degani masalan mo'ri bilan bizda masalan shu podachi turbani ushlasanizlar, Shegert gelina shu ikkisini mahkam ushlab ber, qaysi jonli hissa ekan shuni aytib ber, yana mo'ri bilan podachi turbani ushlaymiz yana, ikkisini ham jonli ushlaydi yana. Yana xudo xolasa ko'rib tursalar yana bunda уже qo'l pishmaydi yana. Endi imini ushlasak yana уже qo'l pishadi on darajada. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bu kondensat shu mo'rini o'rasangizlar yo'qolib ketadi. Xudo xolasa shuni bilan bu yerdagi ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.